Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz biologiya darslarida 5 yondashuv haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lish. Endi sizlar bilan mashg'ulotimiz mavzusi haqida to'liq tanishib chiqsak. Tabiiy fanlarni samarali o'qitishda 5 yondashuvining muhimligi va afzalliklari haqida mavzu davomida birgalikda ko'rib chiqamiz. Endi sizlarga 5 yondashuv haqida qisqacha aniqlashtiruvchi savollar bilan murojaat qilsam. Dars jarayonini tashkil etishda yo'naltirilgan qanday yondashuvlarni bilasiz? Singapur tajribasi bo'yicha nimalarni bilasiz? 5Y Encore yondashuvi to'g'risida qanday ma'lumotlarga egasiz? Endi sizdan kutilayotgan maqsadlar 5Y Encore yondashuvi to'g'risida bilimlarni yangilaydi va dars jarayoniga samarali tatbiq qilish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantiradi. O'qituvchilar dars jarayonini samarali tashkil etishga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etadilar. 5 yondashuvning asosiy 5 ta bosqichi bor. Birinchi bosqichi jalb qilish, ikkinchisi o'rganish, uchinchisi tushuntirish, to'rtinchisi mustahkamlash va beshinchisi baholash hisoblanadi. Endi siz bilan har bir bosqich bo'yicha qisqacha tanishib chiqsak. Jalb qilish deganda siz nimani tushunasiz? Siz dars mashg'ulotlariga o'quvchilarni qanday qilib jalb qilasiz? Jalb qilish deganda bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni mavzu bilan tanishtiradi va ularga qiziqarli topshiriqlar berib ularni rag'batlantiradi. Jalb qilishning turli xil usullari mavjud bo'lib, savollar, rasmlar, video darslar, bosh qotirmalar va bir qancha jalb qiluvchi topshiriqlar bilan o'quvchilarni darsga, mashg'ulotga jalb qilib olish mumkin. Siz bilan qisqacha bitta jalb qilishga yo'naltirilgan savolni ko'rib chiqsak. Katta yo'ldagi halokat. Katta yo'lda baxtsiz hodisa ro'y berdi. Qarama-qarshi yo'nalishda katta tezlikda kelayotgan ikkita yengil avtomashina to'qnashib ketdi. Natijada bir qancha yo'lovchilar turli xil darajada yengil og'ir tan jarohatlarini oldilar. Va bir yo'lovchining ahvoli og'ir. Unda qo'l suyagining sinishi va natijada yelka, bilak, tirsak sohasida kuchli qon ketish holati kuzatildi. Tez yordam kelguncha jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatish kerak. Ushbu kabi savollar orqali siz o'quvchilarni darsingiz mavzusi nimaga taalluqli ekanligi orqali siz mavzuga jalb qilib olishingiz mumkin. Keyingi topshiriq bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, yana jalb qiluvchi keyingi topshirig'imiz shundan iboratki, maktab darsigida bilamizki, arterial qon tomirlari, vena qon tomirlariga nisbatan ancha chuqur joylashganligini, bizning organimiz uchun qanday joylashishini ahamiyati bormi yoki yo'qmi degan savollar orqali bolalarni darsga jalb qilib olishimiz mumkin. Ikkinchi 5 yondashuvning ikkinchi bosqichi bilan tanishadigan bo'lsak, o'rganish bosqichi. O'rganish nima? O'rgatish nima? Ushbu savolni bir-biridan farqini mulohaza qilib anglab olishimiz zarur. Endi o'rganish bosqichida o'quvchilar o'zlari o'rganadilar, izlanadilar, sinovlar va turli xil savollar orqali o'zlari javob topadilar. Bunda o'qituvchi topshiriqni beradi va uni javobini topish uchun yo'naltiradi xolos. Qolgan har bir topshiriqni o'quvchi o'z izlanishlari orqali o'rganib izlanadilar. Bunda o'quvchi kashf etadi, faol o'rganadi, mustaqil o'rganadi, hamkorlikda, munozara va mulohazalar orqali o'rganib, kichik tadqiqotchi bo'ladi. Bu jarayonda o'quvchilarda yuqorida keltirilgan hamda shu kabi bir qancha kuzatish savollarini berish orqali ham siz o'quvchida bilim va muammolarini, ko'nikmalarini shakllantirib olishingiz mumkin. Ana endi keling qisqacha qilib mustaqil o'rganish hamda tahlil qilishga undovchi topshiriqlardan namunalar ko'rib chiqamiz. Birgalikda tadqiq etamiz. Ushbu rasmda ko'rib turganingizdek qanday jarayon sodir bo'lyapti? Kundalik hayotimizda ushbu jarayonga o'xshash bo'lgan yana qanday holatlarni uchratishimiz mumkin? Bu jarayon tabiatda qanday sodir bo'ladi va qaysi hodisaga o'xshash yoki qaysi hodisani kichik bir ko'rinishi qilib o'quvchilardan mulohaza orqali fikrlarini bilib olishingiz mumkin. Yoki tabiat hodisalarini hamkorlikda tahlil qilishingiz orqali ham o'rganish va o'rgatish yo'nalishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishingiz mumkin. Keyingi bosqichimiz tushunish. Tushunish nima? Tushuntirish nima? Tushunishdan maqsad nima? Nimani tushunishimiz kerak kabi savollar orqali siz mashg'ulotingizni davom ettirishingiz mumkin. Yoki o'quvchilarga berilgan topshiriqlarni mana uchta ko'rinib turgan savol orqali tushuntirishdan maqsad nima? Nimani tushunishingiz kerak? Tushunish so'zi nimani anglatadi kabi savollar orqali siz o'quvchi bilan birgalikda ushbu bosqichni mustahkamlab olishingiz mumkin.
O'qituvchi bu bosqichda o'quvchilarga o'z o'rganishlari haqida tushuncha beradi. Ular o'z tajribalari va kuzatishlarini aniqlik kiritib, ilmiy tushunchalar va terminologiya bilan bog'laydilar. O'quvchilar tomonidan o'rganilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va ilmiy uslubda tushuntirish zarur. Tushuntirish shundan iborat bo'ladiki, ko'rib turganingizdek diagrammalar, infografikalar orqali bosqichma-bosqich tushuntirish olib boriladi. Tushuntirish jarayonida o'qituvchi mavzuni chuqur va samarali o'zlashtirishga doir ilmiy asoslangan atamalar, izohlar hamda fundamental ma'lumotlarni o'quvchilarga berib boradilar. Va keyingi fundamental bilimlarni egallash uchun berilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlardan namunalar. Aorta tushunchasini izohlang. Arteriya tushunchasini izohlang. Vena tushunchasini izohlang. Yurak avtomatiyasi, DNK va RNK, bular organizmdagi vazifalari, rak, saraton kasalligi va kelib chiqish sabablari, infarkt, gipertoniya, insult, global muammolar, parnik effekti va ozon qatlami kabi ma'lumotlar haqida tushunchalarni so'rab va surib tushuntirish orqali siz mavzuni mustahkamlashingiz va to'liq bayon etishingiz mumkin. Ana endi mustahkamlash qismiga o'tadigan bo'lsak, bu bosqichda mustahkamlash so'zi nimani anglatadi? Nimani mustahkamlash kerak va nima uchun mustahkamlash kerak kabi savollarni siz o'zingizga va o'quvchilarga buni singdirib borishingiz lozim. Ana endi mustahkamlashda bu bosqichda o'quvchilar o'z bilimlarini yanada chuqurlashtiradilar. O'qituvchi o'quvchilarga qo'shimcha masala yoki yangi vazifalarni berishi orqali mavzuni kengroq anglashga erishadilar. Bu bosqichda o'quvchilar o'z bilimlarini boshqa kontekstlarda qo'llash, shuningdek ilg'or tushunchalarni o'zlashtirishga imkon yaratadi. Ilmiy ma'lumotlar, ilm, fan, tanqidiy fikrlash, konstruktiv savol-javoblar bo'ladi. Mustahkamlash jarayonida o'qituvchi mavzuni chuqurroq o'zlashtirish va eslab qolish hamda hayotda qo'llay olish, tanish va notanish vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantiradilar. Ozon qatlami haqida eshitganmisiz? Ozon qatlamining yemirilishiga olib keluvchi sabablarni bilasizmi? Yer yuzida global isib ketishining oqibatlari, parnik effektining yuzaga kelish sabablari, yer yuzida global iqlim isib ketishi kabi turli xil savollar orqali siz mavzuni va o'sha berilgan topshiriqni mustahkamlab olishingiz mumkin. Yana bir keyingi bosqichlardan biri hisoblangan 5 yondashuvni baholash bosqichi. Baholash nima? Baholash nima uchun kerak? Baholash o'zi, baho o'zi nima? degan savollar orqali siz o'zingiz va o'quvchilar ushbu savollarga to'liq amaliyot orqali, o'rgangan bilimlar orqali javob topishingiz mumkin. Baholashda asosan bu bosqichda o'qituvchi o'tish jarayoni yakuniy bosqichidir. Bu bosqichda o'quvchilar o'z o'rganishlarini baholaydilar. Baholash nafaqat o'qituvchining ishlash samaradorligini, balki o'quvchilarni o'rgangan ma'lumotlarni qanday qo'llanishi aniqlash imkonini beradi. Baholash jarayonini individual va guruh faoliyatlari, shuningdek, o'z-o'zini baholash, o'z ichiga olish ham mumkin. Takrorlash, asosiy tushunchalarni qisqa mazmuni, formativ baholash, tushunchalar tahlili, kichik loyihalar ishlash, individual va hokazo baholash turlari mavjud. Ana endi 5 yil yondashuvining afzalliklari: o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish, albatta, ularning muammolarini hal qilish, ko'nikmalarni rivojlantiradi va o'qish jarayonini yanada qiziqarli tashkil qiladi. Mustaqil fikrlashni va o'z fikrini erkin taqdim etishni, xatolarni tahlil qilishni, jamoada hamkorlikda ishlashni, kreativ fikrlash va ilmiy izlanishlarni olib borishga undaydilar. Mustahkamlash uchun siz quyidagi topshiriqlarni ham berishingiz mumkin o'quvchiga. Amaliy topshiriqlardan 9-sinf darsligida mavjud bo'lgan yadro. Bunda tashqari bu metodika o'qituvchilarga o'z darslarini interaktiv tarzda olib borish imkonini beradi. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan ta'limni ham taqdim etadi. Xulosa qilib aytganda 5 yil yondashuv o'qitishda samarali va intuitiv yondashuvdir. Chunki bu o'qituvchilarga va o'quvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni o'rganish, qo'llash orqali ham hayotda notanish va tanish vaziyatlarda ham qo'llay olish olgan bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan yondashuv hisoblanadi. O'ylaymanki, ushbu topshiriqni, ushbu mavzuni yaxshi o'rgangan holatda darsingizda qo'llay olasiz va o'quvchilar bilan siz o'ylagan maqsadga yuqori natijalarda erishasiz deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.